imkoniyatlari bor. Chiqsin, o'qisin masalan, bilsin, kelib bizga masalan dinni o'rgatsin. Bu yaxshi bo'ladi inshaalloh. Chunki men demoqchi bo'layotganim, birinchi Qur'onni o'qib olishi kerak, keyin qolganlari o'zining o'rnida ketaveradi. Telefonni emas, telefonni yig'ishtirish kerak. Сол имамдарды танымайды, бірақ телефон көріп отыратын жастар бар. Мен жаңа Қарабұлаққа бардық, Ашбұлақ мешітіне бардық. Сол мешіттің имамы бар, Хаятла имам. Сол жастарынан сұраймын, Хаятла имам танисың ба деймін. Танымаймын дейді. Сен осы Қарабұлақта тұрасың ба? Иә, Қарабұлақта тұрамын. Машинеге мініп қалдық екеуміз. Сен мешітке бармайсың, барам дейді. Жұмаға барасың ба? Барам. Қай мешітке кетсем? Сол центральныйға барам дейді. Имам танымайсың ба? Танымаймын дейді. Демек ол кешігіп барады ол. Ол кешігіп баруы мүмкін. Және ол сол парыз оқиды кетіп қалды, оқыдық деп танымайды имамды. Сонда қаяқтан үйреніп жүрсің десем, интернеттен үйреніп жүрміз ғой дейді. Бетте ең қатты хата білесің немеде, кімді? Bizde mi? Otada. Ota bolani tekshirayotgani yo'q. Ota bilan onada. Xo'p, bu to'g'rida masalan hozirgi siz bergan savol to'g'risida masalan bugun masjidda masalan gap gapirildi. Mayli takrorini aytib ketamiz. Aytib ketsangiz bo'ladi, bu yaxshi narsa. Haqiqatan ham masalan masjidga kirganda u birovni yelkasidan itarib kirib nima qilishlikni payg'ambar alayhisalom hadislarida qoralangan bu narsa. O'zi kechikib keladi o'sha. U kechikib kelishlik endi bundoqda. Xo'p, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Nasoiy rivoyat qilgan hadisda aytganlarki, kim kim yuvinsa, boshini yuvsa, keyin g'usl qilsa, keyin vaqtlik bakiran deb erta vaqtda aytadi, 9-8 aytadi. Shu vaqtda masjidga borsa, oldiga o'tib o'tirsa, imomni tinglasa, birovga ziyon bermasa, birovni turtmasa, unga 1 yillik ajr dedilar. Ya'ni 1 yillik ajr shuki dedilar. Yana o'zlarining hadisi davomida aytdilarki, u 1 yillik roza tutganni keyin 1 yillik tahajjud namozi o'qiganini savobi o'sha odamga beriladi dedilar. Buni birodarlar topib bo'lmaydi. Yana bitta hadislarda aytdilarki, kim birinchilardan bo'lib kelsa, ya'ni birinchilardan 50 ta odam kelar, 100 ta odam kelar masalan, birinchilardan bo'lib masjidga kelsa, har bir masjidning eshigini tagida anaqa farishtalar turadi, kelgan odamlarni yozib dedilar. Birinchilardan bo'lib kelganlarga bitta tuya so'yib, uni sadaqat qilganni savobi beriladilar. Hazilakam narsa emas masalan. Bitta tuyani kim masalan, hozir bitta tuya masalan 1,5-2 ming dollar bo'lar kamida masalan. Kim har jumada 1,5-2 ming dollar sadaqat qiladi? Juda qiyin narsa bu. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalom ummatiga shunaqangi bir katta imkoniyatlarni berib qo'ydiki, buni ana qilib sanab oda qila olmaysan, mumkin emas. Mana yana masalan Ramazon ro'zasi turibdi-da, Ramazon ro'zasida Alloh taolo aytdiki, Ramazon ro'zasini ajrini men beraman dedi. Uni farishtalar yoza olmaydi. Shunaqangi katta savoblar bo'ladigan paytda turibmizda, ammo lekin masjidga borishlik masalasi kelganda shunaqangi ko'p oqsashliklar bor. Bu yaxshi emas. Bu yomon narsa. Masjidga imomdan oldin borishlik kerak. O'sha shu bilan keyin o'sha nima tuyadan keyin sigir deydilar, sigirdan keyin qo'chqorli shoxli qo'y deydilar, undan keyin tovuq, undan keyin tuxum deydilar. Ana endi imom anaqaga chiqadimi, minbarga chiqqandan keyin u farishtalar kitobni yopadi, daftarni yopadi, bo'ldi. Undan keyingi kelgan odam u savobga daxil bo'lmaydi, faqatgina o'sha nima deydi, juma uni mas'uliyatidan yani tushadi, o'qidi qaytdi. Juma o'qidi qaytdi, bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, juma Alloh subhanahu va taoloni eng bir ulug' qilib bergan kunlarning ichida bir azim yaxshi kun. Shuning uchun juma kunga alohida e'tibor berishlik kerak. U kunda g'usl qilishlik kerak, u kunda u yoqqa qarashlik kerak. Rivoyatlarda keladiki, Imom Azam rahmatullohi alayhi deydi, u odam boy odam bo'lganlar. Savdogar bo'lganlar, boy bo'lganlar. Shu hozirgi pul bilan hisoblaganda birovlar aytadi 5 ming deydi, birovlar aytadi 12 ming dollarlik choponlari bo'lgan deydi. Shu bilan chiroyli kiyinib anaqaga borganlar, jumaga borganlar deyshadi. Shuning uchun o'zi shu jumaga albatta masalan hadislarda keladi, juda ham chiroyli kiyimlarni kiyib, atirlarni sepib, mana g'usl qilib, eng bir bayramga bu qatga boryapsan, odam o'zi bir fikr qilishligi.
Sen qayerga boryapsan? Sen Allohning uyiga boryapsan. Sen Alloh bilan muloqot qilishlik uchun boryapsan. Sen Allohdan so'ragani boryapsan. Allohga iltijo qilgani boryapsan. Bu narsalarni odam ozgina fikr qilishi kerak. Ham bordim, keldim, namoz o'qidim, bo'ldimi? Alloh taolo u namozni qabul qiladimi, qilmaydimi keyin? U yo'g'i bor masalan. Yo'g'i ham bordi. Sen bording, kelding, bo'ldimi? Bu yerdagi anaqa qani, ixlos qani, niyat qani? Unga bo'lgan intilish qani, Alloh taoloning farziga bo'lgan intilishlar. Bu narsalarning hammasini har bir odam bu deyishligi mumkin, ammo lekin qalbidan bir fatvo so'raydigan bo'lsa, qalb o'zi javob beradi. Chunki qalbingdan fatvo so'ragan degan hadis bor, buni ko'pchilik yaxshi biladi. Kechikpaginiga sunnatni de o'qimaydi, belgili. Endi sunnatga keladigan bo'lsak, buni ham yaxshi esga soldingiz. Anaqani Zodul Ma'odda keltirilgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunaqangi odam bo'lganlarki, u odamni masalan Qur'onni kim yangi tushganday o'rganishlikni xohlaydigan bo'lsa, Ummul Abdan o'rgansin, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan o'rgansin deganlar payg'ambar alayhisalom. Keyin Abdulloh ibn Abbos to'g'risida aytganlarki, Abdulloh ibn Abbosga duo qilganlar. Bu odam tafsirchilarning otasi deyiladi. Xo'p, Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, bizga Abdulloh ibn Mas'ud buyurardilar deganlar. Buyurish boshqa, aytib qo'yishlik boshqa. Buyurish boshqa, aytib qo'yish, mana buni qiyin deyishlik boshqa. Qilib qo'yarsan degan qiyin boshqa narsa. Katta farqi bor. Buyruqda bu buyruq. Masalan, namoz buyruqda. Abdulloh ibn Mas'ud bizga buyurardilar, hop, juma namozidan oldin 4 rakat sunnat o'qishlikni, juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qishlikni bizga buyurardilar deb masalan Zodul Ma'odda so'zlari kelgan. Shu narsani yana Abdulloh ibn Mas'ud to'g'risida payg'ambar alayhisalom aytganlarki, Abdulloh ibn Mas'ud bir kun daraxtga chiqqanlar. Shunda oyoqlaricha ingichka odam bo'lgan ekanlar-da, boldirlari kichkina odam bo'lganlar, jussalari kichkina bo'lgan. Shunda kulishgan ekan sahobiylar, kulmalaring degan ekanlar. Qiyomatda toshi og'ir bo'ladi degan ekanlar. Qiyomatda toshi og'ir bo'ladigan odamni anaqasini musulmon odam buyurgan buyrug'ini biz qilishligimiz kerak. Keyin birodarlar, bitta narsani ham o'ylab qo'yishlik kerakki, u odamlar sahobiy radhiyallohu anhumlar, undan keyin tobiinlar, mana masalan Imom Azam rahmatullohi alayhi tobiin deyishadi, ba'zilar tabi'a tobiin deyishadi. Ular sappa avvalida turgan, birinchisida turgan. Bu deganim, ba'zi odam bu gapimga tushunmasligi mumkin. Hozir 1447-yil hijriy sana bilan 1447-yil. Biz 1447-safda turibmiz. Ular 1-chi, 2-chi, 3-chi safda turgan. Shuning uchun ular shariatda har qanaqasiga bizdan yaxshi bilgan. Shuning uchun shariatni avvalo o'rganishimiz kerak, Qur'onni o'rganishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Men takror aytaman, telefondan yiroq bo'linglar. Сол telefonda shug'ulab ishindagi ақпараттың дұрыс yoki дұрыс емес екенін білмейді ғой. Сіз білесіз бе, білмейсіз бе? Бір қазақтың жаңағы айтыскер ақыны бар. Соның бір видеосы шықты. Танымаймын, өмір көрмегенмін, оны танымаймын деп. Адамдардың бәрі жазды, мынау өтірік айтады деп. Сөйтсе оның үлкен видеосы бар екен де, мынандай. Үйіне бардық, отырдық, таныстық, бірақ мен оны танымаймын. Енді таныстым деген алдыңғысы мені кесіп алып тастаған. Сонымен мен оны танымаймын деген сөз шығады. Қазір сондай видеолар көп та. Провокациялық видеолар, алдайтын видеолар. Анау жаңа алаяқ мошенник дейміз ғой. Мошенниктердің видеолары көп. Соны жастардың ажыратуы қиын да. Мен соған айтамын, бір нәрсе үйренгің келсе, мешіттен үйрен, не қыласың оны деймін да. Имамнан сұра, телефоннан сұраудың қажеті жоқ. Мен де қоса кетейін деп жатқаным ғой. Телефонға кіріп, қателесіп, дұрыс емес видеоны алып қап, ары қарай таратып жіберіп. Endi bu gapingiz 100% to'g'ri. Yana bitta narsa borki, buni ajrata olmaydi. Bu ajratishlik uchun ilm kerak. Ilm bo'lishi uchun masjidga borish kerak, madrasaga borish kerak yoki bir domlaga borib ilm o'qishlik kerak bo'ldi. Ilm o'qisa keyin ajrata oladi. O'qimagan, kitob bilmasa, u nimani biladi? Hech narsa bilmaydi. Kitob o'qishlik kerak, tamom. Alloh aytdi, payg'ambar aytdi sallallohu alayhi vasallam, o'qishlik kerak. Bilim olib kerak. Bilim olib kerak. O shart, farz.
farz narsa. Payg'ambar alayhissalom utlubul ilma minal mahdi ilal lahad dedilar. Ilmni to beshikdan qabrga, lahadgacha, qabrgacha emas, lahad degani o'sha o'likni qo'yadigan joy aytiladi, to'g'rimi? U anaqasidan tushib o'lik o'sha lahadda yotadi. O'sha lahadga kirguningcha masalan ilmni talab qilgan deganlar. Bu juda ham bir ajoyib masalan quloqqa oladigan gapda. Ilmni doim talab qilish kerak. Boya ham masalan so'zimda aytib o'tdimki, kattalar nima qilasizlar? Kattalar ham ilm talab qilinglar. U bolaga, farzandga bir narsani o'rgatishlik uchun avval odam o'zida bo'lishi kerak. Bola farzand birinchi otaga qaraydi. Ota uning uchun giroy. Otaga qaraydi. Ota masalan bir narsani bilib turmasa, masalan bizga dadamiz o'rgatgan bo'lsalar, to'g'ri mayli, hammadan nima bo'lmasa ham, hech bo'lmasa musulmon odam Qur'on o'qishlikni bilish kerak-da, o'rganish kerak-da. Bir ulamo aytibdiki, u mayli namoz to'g'risida aytibdiki, musulmon odam ham deydi, tahajjud o'qimaydimi deydi.